الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الدرس الثاني عشر 12. dars. Suad degan ayol boshlayapti. Assalomu alayki va rahmatullohi va barakatuhu. Senga salom bo'lsin va Allohning rahmati va barokatlari bo'lsin deb gap boshlayapti. Salom beryapti islom odobiga ko'ra. Diqqat qilinglar, assalomu alayki dedi. Alaykum demadi yoki alayka demadi. Albintu mana muxotob tinglaguvchi qizdir. Qizga xitob qilganligi uchun alayki dedi. Keyin qiz ham javob beryaptiki va alaykiссаламу va rahmatullohi va barakatuh. Va sizga ham salom bo'lsin, Allohning rahmati bo'lsin va barokatlari bo'lsin. Barakatuhu qarang jam bo'lyapti. Allohning barokatlari bo'lsin. Bu yerda ham mana alayki bo'lib muannas bo'ldi. Demak, bu darsimiz mana boshidan bildiryaptiki, zamirlardagi muannas bilan muzakkarni farqini o'rgatadi. Muannasga xitob qilganingizda laki, alayki deysiz, anti deysiz. Muzakkarga, erkakka xitob qilsangiz alayka, laka, anta deysiz. Kayfa haluki ya bintu? Ey qiz, holing qanday? Haluki bo'lib muannas bo'lganligi uchun majrur bo'lyapti. Ana bi khayrin valhamdulillahi. Men yaxshiman, Allohga hamdlar bo'lsin. Min ayna anti? Sen qayerdansan? Ya'ni qayerliksan degan ma'noda. Anti bu ham muannasga ishlatiladi ayol kishiga. Ana minar riyodi. Men Riyozdanman, Saudiyaning Riyoz degan shaharidan. Masmuki, isming nima? Ismi Aminatu. Ismim Aminadir. Ayna abuki? Otang qayerda? Mana ki deb yana muannas bo'lyapti. Abi huna fil madinatil munawwarati. Otam shu yerda, Madina-i Munawwarada. O'tgan darslarda aytdik, huna yaqinga bo'ladi. Yaqin makonga huna deyiladi. Uzoq makonga hunaka deydi. Huwa muwajjahun fil madrasati sanawiyyati. Yoki huwa muwajjihun fil madrasati sanawiyyati. U ya'ni otam 2-darajali madrasada, ya'ni litseyda nazoratchidir deyapti. Muwajjihun degani nazoratchi. Talabalarga yo'l yo'riq ko'rsatadigan, talabalarga mas'ul bo'lgan odam. Va ayna ummuki? Oning qayerda? Hiya aydan huna. U ham shu yerda, ya'ni Madinada. Hiya tabibatun fi mustashfal viladati. U vilodat degani tug'moq degani. Tug'ishlik shifoxonasida tabibadir, doktordir. Ya'ni bizda ruscha mashhur bo'lgan raddomdir, tug'ruqxona. Wa man hazihi al-fatatu allati ma'aki? Ahiya ukhtuki? Sen bilan birga bo'lgan bu qiz kim? U seni opangmi? Allati aslida shundayki bo'ladi. Men hozir adabiy tarjima qilib ketdim. Eslaringizda qolsin. Agar kalima tarjima qilinsa va kim bu qiz? Shundayki ma'aki, u sen bilan birgadir. Ahiya ukhtuki? U sen opangmi? Javob beryaptiki la hiya bintu ammi. Yo'q, u amakimning qizidir. Qarang, muannasga ishora bo'lganligi uchun hazihi bo'lyapti. Hazihil fatatu.
Keyin savolda ham ahiya bo'lib hiya muannas zamir kelyapti. Javobda ham la hiya deyapti. Agar muzakkar to'g'risida gap ketgan edi, huva derdi. Masmuha, uning ismi nima? Qarang, masmuhu bo'lsa muzakkarga bo'lardi. Masmuha deyapti. U qizning, ya'ni amakingning qizini oti nima? Ismuha Fatimatu. Uning ismi Fatimadir. Ha, mana muannas zamir kelyapti. Ahya zamilatuki, u seni sinfdoshingmi? Mana hiya muannas, ki u ham muannas bo'lyapti. La ana fil madrasatil mutawassitati. Yo'q, men o'rta madrasadaman, o'rta maktabdaman. Va hiya fil madrasati sanaviyati. Va u esa ikkinchi darajali madrasada, ya'ni litseyda. Litseyda bo'lganligi uchun undan katta bo'ladi. Alaki uxtun, seni opang bormi? Mana laki bo'lib muannas bo'lyapti. La ma li uxtun, yo'q, meni opam yo'q. Mana bu yerda li diqqat qilgan bo'lsalaringiz, mutakallim gapiruvchining zamiri muzakkarga, muannasga ham bir xil ishlayveradi. Erkak ham li deyoradi, ayol ham li deyoradi. Lekin muxotabda muannasga ki deyapsiz, mufratda, muzakkarga ka deysiz. G'oibda uchinchi shaxsda hiya deyapsiz, muannasga, muzakkarga huva deyapsiz. Alaki axun, seni akang bormi? Na'am, li axun kabirun. Ha, mening katta akam bor. Va huwa talibun bil jami'ati. Va u universitetda talibdir, o'quvchidir. Va man haza tiflu allazi ma'aki, sen bilan birga bo'lgan bu yosh bola kim? Huwa ibnu akhi, u akamning o'g'lidir. Mana muzakkar bo'lganligi uchun huwa deyapti. Masmuhu, uning ismi nima? Qarang, muzakkarga bo'lganligi uchun masmuhu deyapti. Masmuha demadi. Ismuhu Sa'dun, ismi Sa'ddir. A ummuki fil bayti al-ana, onang hozir uydami? Al-ana hozir degani. La zahabat ila al-mustashfa, yo'q, kasalxonaga ketdi, shifoxonaga ketdi. Ya'ni o'sha tug'ruq shifoxonasiga ketdi. Tamarinu mashqlar. Iqra vaktub, o'qi va yoz. Kayfa haluk ya abi, ey otam, holing qanday deyapti. Kafni i'robi qanday bo'ladi? Harakati kayfa haluki bo'ladimi, kami? Kayfa haluka bo'ladi. Chunki otasiga xitob qilyapti-da. Kayfa haluk ya ummi, ey onam, holing qanday deyapti. Kaf qanday bo'ladi? Ki bo'ladi. Kayfa haluki. Ayna ibnuki ya Zaynabu, ey Zaynab, o'g'ling qayerda? Qarang, Zaynab deganingiz uchun ibnuki deyapsiz. Zahaba ilal masjidi, masjidga ketdi. Ayna bintuk ya Aminatu, ey Amina, qizing qayerda? Kafda harakat qanday bo'ladi? Ki bo'ladi. Ayna bintuki. Zahabat ilal madrasati, madrasaga ketdi. Zahabani o'zgarishini qarang. Muzakkarda ibn deganda zahaba bo'ldi, muannasda zahabat bo'ldi. Bu tanbehlarga diqqat qilinglar. Chunki fe'llar shunday. G'oibda uchinchi shaxsda zahaba bo'ladi muzakkarga, muannasga zahabat bo'ladi. Liman hazihi sa'atul jamilatu, bu go'zal soat kimniki? Ahiya laki ya Fatimatu, ey Fatima, u senikimi? Na'am, hiya li. Ha, u menikidir. Ahaza qalamuk ya Muhammadu, ey Muhammad, bu seni qalamingmi deyapti. Kafni harakat qanday bo'ladi? Ka bo'ladi. Qalamuka. La haza qalamuka anta, yo'q, bu seni qalaming. Tilka sayyaratul jamilatu allati kharajat al-ana min al-madrasati lil mudiri. Madrasadan hozir chiqqan o'sha go'zal mashina mudirnikidir. Qarang, tilkadan boshlab minal madrasatigacha bo'lgan hammasi mubtado bo'lyapti, lil mudiri xabar bo'lyapti. Qarang, ba'zan mubtado shunday uzun kalimalardan, ko'pgina kalimalardan tarkib topgan bo'lishi ham mumkin.
fikrlaringiz chachilib qolmasin. Lil mudiri xabar bo'lyapti. Diqqat qilish kerak bo'lgan narsa as-sayyaratu muannas bo'lganligi uchun tilka kelyapti. Zalika demayapsiz. Keyin mavsulam allati bo'lyapti. Allazi demayapsiz. Kharajat fe'l muannas bo'lyapti. A anta muhandisun ya akhi? Ey birodarim, sen muhandismisan, injenermisan? La, ana tabibun. Yo'q, men tabibman. Mana muzakkar anta bo'lyapti va muhandis bo'lyapti. Javobda ham tabibun bo'lyapti. Lekin muannasni ko'rasizlar, hozir teskarisi. Anti tabibatun ya ukhti? Ey opam, sen doktormisan? Muannas bo'lganligi uchun qani anti bo'ldi. Tabibatun bo'lib t kelyapti. La, ana mudarrisatun. Yo'q, men o'qituvchiman. Qani mudarrisatun muannas keldi. Iqra kulla jumlati min al-jumal al-atiyati. Kelgusi jumlalardan har bitta jumlani o'qigin. Summa qraha ukhra. Keyin uni boshqatdan o'qigin. Ba'da taghyir al-munada. Munodani o'zgartirgandan keyin. Kama huwa muwazzahun fil misali. Bu misolda izohlangandek. Ya'ni misolda qanday tushuntirilgan bo'lsa, ayni shaklda keyingi misollarni davom ettiring deyapti. Misalun ayna qalamuka ya abi? Ey otam, sening qalaming qayerda? Endi keyingisi ayna qalamuki ya ummi? Ey onam, sening qalaming qayerda? Qalamuki bo'lishlik kerak. Ya ummi deb nido mana ayol kishiga bo'lyapti. A'indaka qalamun ya Muhammadu? Ey Muhammad, oldingda qalam bormi deyapti. Keyingisi diqqat qilinglar. A'indaki qalamun ya Aminatu? Ey Amina, seni oldingda qalam bormi? Ayna baytuka ya ustazi? Ey ustozim, uyingiz qayerda? Ya'ni biz shunga ham diqqat qilinglarki, hali hurmat, odob e'tiboridan uyingiz deymiz-u. Aslida giz kalimasi, ya'ni siz kalimasi o'zbekchada ko'plikka dalolat qiladi. Sen, siz deyiladi. Hozir arabchani to'g'ri tarjima qilsangiz, ey ustozim, uying qayerda bo'ladi? Baytuka deyapti-ku. Arablarda, ya'ni bu beadablik hisoblanmaydi. O'zidan yoshi katta odamlarga yoki ustozlarga, shayxlarga anta deb, ka deb gapirsa, adabsizlik hisoblanmaydi. Lekin ularda ham bor albatta antum, kum deb gapirishlik, jam siyg'asida gapirishlik ularda ham bor. Ayna baytuki ya ustazati? Ey ustozim, ya'ni ayol kishiga aytayapti, uyingiz qayerda? Ahaza daftaru laka ya Aliyu? Ey Ali, bu daftar senikimi? Keyingi misol qanday bo'ladi? Sizlar aytinglarchi? هذا الدفتر لك يا فاطمة. هذا الدفتر لك يا فاطمة. Ey Fatima, bu daftar senikimi? Min ayna anta ya akhi? Ey birodarim, sen qayerdansan deyapti. Keyingisini aytinglarchi? Min ayna anti ya ukhti. Yaxshi, mashallah. Ey singlim, sen qayerdansan deyapti. Ayna abuka ya Xolidu? Ey Xolid, otang qayerda? Keyingisi ayna abuki ya Xodija. Yaxshi, mashallah. Ayna abuki, qarang mana zamirlar o'zgaryapti. Ayna abuki ya Xodijatu? Ey Xodija, otang qayerda? Anta maridun ya Xoli? Ey tog'am, sen kasalmisan? Qani hammalar aytinglarchi? Anti maridatun xolati. Anti maridatun. Qarang, anta anti bo'lyapti, maridun maridatun bo'lyapti. Ya xolati, ey xolam, sen kasalmisan? Biz o'zbeklarda shunday desiz, battar kasal bo'ladi. Ayna bintuka ya ammi? Ey amakim, qizing qayerda? Keyingisi Ayna bintuki ya ammati. Ayna bintuki ya ammati? Ey ammam, qizing qayerda? Alaka akhun ya Hamidu? Ey Hamid, seni akang bormi? Alaki ukhtun ya Suad. Ukhtun, akhun o'zgartirsalar ham, o'zgartirmasalar ham bo'laveradi. Alaki akhun ya Suad. Ey Suad, akang bormi?
Maza indaka ya akhi. Ey birodarim, oldingdagi nima? Ha, ماذا عندك يا أختي maza indaki ya ukhti. Ey singlim, oldingdagi nima? Assalomu alayka ya abi. Ey otam, senga salom bo'lsin. السلام عليك يا أمي Ha, yaxshi. Assalomu alayki ya ummi. Ey onam, senga salom bo'lsin. 3-mashq an-nis al-fa'ila. Fa'ilni muannas qilgin. Ya'ni muzakkarni erkakni ayolga aylantirgin. Fi kullin min al-jumal al-atiyati. Kelgusi jumlalarning har bittasida. Misalun kharaja Muhammadun min al-bayti. Muhammad uydan chiqdi. Qani kharaja bo'ldi. Kharajat Aminatu min al-bayti. Amina uydan chiqdi. Mana muannas bo'lganligi uchun kharajat bo'ldi. Qarang, ho yuqoridagi dialogda, suhbatda tanbih qilgan narsalarning hammasini misollarda sizlarga mashq qildiryapti. Zahabal mudarrisu ila al-fasli. Mudarris o'qituvchi sinfga ketdi. Ya'ni bordi degan ma'noda. Endi buni muannas qilinsa, zahabat al-mudarrisatu ila al-fasli. O'qituvchi xotin sinfga ketdi. Zahaba abi ila al-mustashfa. Otam shifoxonaga ketdi. Sizlar aytinglarchi? Ha, zahabat ummi ila al-mustashfa. Onam shifoxonaga ketdi. Jalasa talibu fil fasli. O'quvchi sinfda o'tirdi. Jalasat at-talibatu fil fasli. O'quvchi qiz sinfda o'tirdi. Kharaja akhi min al-bayti. Birodarim uydan chiqdi. خرجت أختي من البيت Kharajat ukhti min al-bayti. Singlim uydan chiqdi. Ta'ammal ma yali. Kelib turgan narsalarni ta'ammul qilgin, tafakkur qilgin, o'ylagin deyapti. Jalasat at-talibatu. O'quvchi qiz o'tirdi. Deganda qani jalasat at-talibatu deyapsiz. Endi qo'shilib ketyapti bu. Jalasati talibatu. Qarang, t sokinida jalasat deganda t'ni kasrali qilib yuboryapsiz. Jalasati talibatu. Chunki jalasat deganingizda t sokin, at-talibda ham mana al bo'lib lom sokin bo'lyapti. Yoki lom toga idg'om bo'lganligi uchun sokin birinchisi, ikkita sokinlik jamlashganligi uchun bittasini harakatli qilish kerak. Shuning uchun kasrali qilyapti. Jalasati talibatu. Shuni tafakkur qiling va joyi kelganda ishlatishni biling. Iqro al-jumal al-atiyata. Kelgusi jumlalarni o'qing. Manil fata allazi kharaja min baytika al-ana. Hozir uyingdan chiqqan yigit kim? Qarang. Allazini gan deb tarjima qilib ketyapmiz. Lekin kalima tarjima qilinsa, man, kim bu? Kim? Al-fata, yigit. Allazi shunday yigitiki kharaja chiqdi min baytika seni uyingdan al-ana hozir. Huwa ibnu ammi. U amakimning o'g'lidir. Qarang, al-fata muzakkar bo'lganligi uchun, erkak bo'lganligi uchun allazi mavsul u ham muzakkar bo'lyapti. Manil fatatu allati kharajat min baytika al-ana ya Muhammadu. Ey Muhammad, hozir uyingdan chiqqan qiz kim u? Kim? Hiya bintu khalati. U xolamning qizidir. Mana al-fatatu ayol bo'lganligi uchun, muannas bo'lganligi uchun allati mavsul ham muannas bo'lyapti. Va fe'li ham kharajat bo'lib muannas bo'lyapti. Liman al-miftahu. Endi nunni ham harakatli qilamiz. Limanil miftahu allazi alal maktabi. Stolning ustidagi kalit kimniki? Huwa lil mudarrisi. U mudarrisniki, o'qituvchiniki. Al-miftah mana muzakkar erkak bo'lganligi uchun allazi mavsulan muzakkar bo'lib kelyapti. Limanis sa'atu allati ala sariri. Kravatning ustidagi soat kimniki? As-sa'atu muannas bo'lganligi uchun allati mavsul u ham muannas bo'lyapti. Hiya li zawji ukhti. U opamning eriniki. Akmil al-jumal al-atiyata. Kelgusi jumlalarni to'ldirgin.
بوضع اسم موصول مناسب مناسب اسم موصول qo'yishlik bilan ism mavsul allazi muzakkardiki allati muannasdiki fil farog'i bo'sh yerlarga al kitabul lazi alal maktabi lil mudarrisi stolning ustidagi kitob mudarrisnikidir. Mana bo'sh yeriga allazini qo'yamiz chunki al kitob muzakkardir. Al qalamul lazi fi haqibati maksurun so'mkamdagi qalam siniqdir. Qarang. Al qalamul lazi qalam shunday qalamiki fi haqibati so'mkamdadir, maksurun siniqdir. As-sayyaratu allati kharajat min al-mustashfa al-ana lit-tabibil jadidi. Hozir shifoxonadan chiqqan mashina yangi doktornikidir. As-sayyaratu muannas bo'lganligi uchun allati deb muannas bo'lgan mavsulni keltirdik. Keyingisini sizlar o'qinglarchi. Al-kalbu fil hadiqati maridun. Maridun. Al-kalbu allazi fil hadiqati maridun. Bog'dagi it kasaldir. Keyingisi الذي خرج من المسجد الآن ابن المؤذن. الفتى الذي خرج من المسجد الآن ابن المؤذن. Hozir masjiddan chiqqan yigit muazzinning o'g'lidir. Keyingisi tilkal battatu allati tahta ash-shajarati li bintil fallahi. Daraxtning tagidagi o'sha g'oz dehqonning qizinikidir. Ya'ni battatun g'oz, iwazatun bo'lsa o'rdak bo'ladi. Al-baytul jadidul lazi fi zalika shari'i lil vaziri. O'sha ko'chadagi yangi uy vazirnikidir. Ad-darsul lazi ba'da hadha ad-darsi sahlun jiddan. Bu darsdan keyingi dars juda yengildir, osondir. Manil fatatu allati jalasat amama al-mudarrisati. O'qituvchi xotinning oldida to'g'risida o'tirgan qiz kim? Hiya talibatun min Maleziya. U Malayziyadan bo'lgan o'quvchidir. Atilkal haqibatu allati tahta al-maktabi laka ya Xolidu. Ey Xolid, stolning tagidagi so'mka senikimi? La hiya li sadiqi Muhammadin. Yo'q, u do'stim Muhammadnikidir. Al-kalimatul jadidatu yangi kalimalar, yangi so'zlar. Al-ammu amaki degani, axul abi otaning aka-ukalari. Al-ammatu amma uxtul abi otaning opa-singillari. Qani arabcha bizning tilimizga qancha kirib ketgan? Amaki deymiz, ya'ni ammun. Amma deymiz, arabcha mana amma. Al-xolu tog'a degani. Axul ummi onaning aka-ukalari. Al-xolatu xola degani. Uxtul ummi onaning opa-singillari. Qani xola deymiz, arabchada qanday bo'lsa shunday kirgan. Al-fallahu dehqon degani. Mustashfal viladati tug'diradigan shifoxona, tug'ruqxona. Tamom, Alloh barakat bersin. Yaxshi tayyorlandik. نور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحا